Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını kirşanlarını qızğın qarşı alımız. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Angliyalik tashqi siyosat analizchisi va maslahatchisi James Jenyon diplomat kanalida e'lon qilingan Xitoyning xalqaro terrorlik bilan kurash qilish tuzumiga qarshi turish, Shanxay hamkorlik tashkilotidan ehtiyot qilish sarlavhalik maqolasida Shanxay hamkorlik tashkiloti va hukumatlarning nima uchun texim ko'p Xitoy bilimlariga muhtoj ekanligi, Xitoyning Shanxay hamkorlik tashkilotidan foydalanib bo'lgunchilik, oshqunlik va terrorlikqa qarshi turish degan yolg'on bahona bilan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata irqiy qirg'inchilikni tashviq qilib qonunlashtirayotganligini, Shanxay hamkorlik tashkilotiga qatnashishning irqiy qirg'inchilikni tasdiqlash bilan barobar bo'lganligini, shunga O'rta Osiyo davlatlari va Hindistonning cho'qim Shanxay hamkorlik tashkilotidan chekinib chiqishi kerakligini, Shanxay hamkorlik tashkilotining dunyodagi eng qalaymaqon xalqaro guruhlarning biri ekanligini, uningga a'zo davlatlar dunyo nufusining 40%ni tashkil qilganligini, G'arb demokratik davlatlarining Osiyoda ta'sir kuchini oshirish orzusiga qaramay, Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolarining ko'lami va ta'sirining G'arbdagi tahlilchilar tomonidan doim nazardan soqit qilingan va xato tushunilganligini, bu tashkilotning kishilik huquq va hokimiyatni cho'rdigan holda yer shari qoidasini o'zgartirishning sahnasi bo'lish ehtimolligini ko'zda tutganda, tadbir belgilovchilar va kishilik huquq bilan shug'ullanuvchilarning Shanxay hamkorlik tashkilotining mustabid davlatlarning davlat halqigan bostirish tirishchanligini qanday kuchaytirganligini tushunishning to'liq muhim ekanligini, Shanxay hamkorlik tashkilotining sobiq bosh kotibi Rashid Alimovning so'ziga qaraganda, Shanxay hamkorlik tashkilotining maqsadining ko'p qutblik dunyo tartibini barpo qilish ekanligini, a'zo davlatlar bu maqsadga yetish uchun tashkillik jinoyat, zaharlik chekimlik atkazchiligi, terrorlik, bo'lgunchilik va oshqunlik qatorliq masalalarda hamkorlashganligini, 2018 yilga qadar 24 qitim terrorlikqa qarshi harbiy manevr o'tkazganligini, Beyjingning Uyg'urlarni bostirishni ilgari surish va qonunlashtirish uchun Shanxay hamkorlik tashkilotidan foydalanganligini, millionlagan kishilarni turkumlab turmaga solashni belgilaydigan siyosat ramkasining hamkorlik orqali texnik ko'p qabul qilishga erishishning xatarlik ekanligini, demokratik davlatlarning Shanxay hamkorlik tashkilotiga texnik ko'p diqqat qilishga muhtoj ekanligini, o'tmishdagi xatoliklarni tuzatish va Beyjingning usulining texnik normallashishining oldini olish uchun Amerika qatorliq davlatlar, Hindiston qatorliq davlatlar bilan terrorlikqa qarshi turish hamkorligida kishilik huquqning oldingi o'ringa qo'yilishiga kafolatlik qilish, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining barliq buyruqlari va qoidalariga rioya qilish, xalqaro qoidalarga to'liq amal qilish kafolatini kuchaytirib, barliq terrorlikqa qarshi turish hamkorligining ultishini shakllantirish kerakligini bayon qilgan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytirib, Xitoy Shanxay hamkorlik tashkilotidan foydalanib, bo'lgunchilik, oshqunlik va terrorlikqa qarshi turish degan yolg'on bahona bilan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi va bu irqiy qirg'inchilikni qonunlashtiryotidi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish irqiy qirg'inchilikni tasdiqlash bilan barobar. Hindiston va O'rta Osiyodagi davlatlar cho'qim Shanxay hamkorlik tashkilotidan chekinish kerak dedi. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining imzolanishiga aloqador Amerika Tashqi ishlar ministrligi tuvandagi bayonotni e'lon qildi. Amerika prezidenti Jo Bayden atalmish Şinjandagi irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan Uyg'ur majburiy emgakiga qarshi turishni maqsad qilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Tashqi ishlar ministrligimiz bu qo'rqinchli inson haqlari dafsanchiligiga qarshi xalqaro harakatni kuchaytirish maqsadida atalmish Şinjanda davomlashayotgan Uyg'urlarni majburiy emgakka selish masalasini hal qilish uchun qurultoy va sheriklarimiz bilan birlikda ishlashni qat'iy qaror qildik. Bu yangi qonun atalmish Şinjandagi majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarning Amerika bozoriga kirishining oldini olish va bu qalaymaqonchiliklarga mas'ul kishilar va o'rinlarning mas'uliyatini surishtirishni ilgari surish uchun Amerika hukumatini yangi qurollar bilan ta'minlaydi. Majburiy emgakning oldini olish, taqobil turish bu hukumat oldingi o'ringa qo'ydigan xizmat. Biz viza cheklamasi, yer shari magnitskiy qonuni va boshqa moliya jazosi, eksportni kontrol qilish, xohlagancha qo'yib o'tish amrlarini to'xtatish, import cheklamasi va atalmish Şinjanga qarta savdo maslahatchisi turg'izish qatorliq konkret tadbirlarni qo'llanib, atalmish Şinjandagi mas'uliyatni surishtirishni ilgari suramiz. Bularning hammasi barliq sheriklarimizni bir yerga jam qilib, yer sharidagi barliq ta'minlash zanjirida atalmish Şinjangni o'z ichiga olgan
majburiy əmgəkning bo'lmasligiga kafolatlik qilish uchun elib berilgan bir harakat. Biz majburiy əmgəkdən qutulishni arzu qilganlarning e'tiborini qilish uchun qo'limizdan keladigan har qanday ishni qilishni davomlashtiramiz. Biz Xitoy Xalq Cumhuriyatini atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatini darhol to'xtatishga chaqiriq qilamiz. Erkin Asiya radiosining 28 dekabrdagi xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning Turpan shahri 90 nahisning Bostan yezisida o'tirishliq 45 yoshlik Shahzodagul Temur 2018 yilda tutqun qilinib, 90 nahisidagi Jungtay jazo lageriga qamalgan. 1 yil o'tgandan keyin oshqozon kasaliga giribtor bo'lgan. Ahvolni lagerning xizmatchi xodimlariga aytgan bo'lsa-mu, hech kim buningga quloq solmagan. Jazo lagerlarining tamoqlarini yeyolmaganda, gundupaylar ochliq e'lon qilib qarshilik ko'rsatdi deb qarab, qattiq qiyin qistoqqa olgan, zulm qilgan. Keyin lagerning yanidagi paypoq ishlab chiqarish zavodiga yo'tkab, majburiy emgakka solgan. Vaqtning o'tishi bilan uning kasali og'irlashgan. Kasallik ahvolini aytgan bo'lsa-mu, tajovuzchi hokimiyat xodimlari buningga pisand qilmagan. Taki 2020 yil 9-oyda qo'l emgak lagerida qon qusqandan keyin doktorxonaga elib berilgan. Davolash unum bermadimi yoki doktor davolashga e'tibor bermadimi, bunisi noma'lum. Shahzodagul uyiga qaytarilgan. Uzun o'tmay qazo qilgan. Allohdan rahmat tilaymiz. Ümid, ishonch, g'alaba qozonishning ochqichi. 1940 yili 4-iyun kuni Angliya tarixidagi favqulodda bir kundir. Bu kuni natsistlar Germaniyasining Yevropadagi tajovuzchiligi barg'ansiri eshivatgan. Yevropaliklar vahimaga tushib, barg'ansiri umidsizlanayotgan va Gitler bilan suhbat o'tkazish to'lqini yuqori pallaga ko'tarilayotgan bir paytga to'g'ri keladi. Bu kuni o'zining partiyasidagilarning ichki va sirtidagilar tarafidan barg'ansiri besim qilinib, Gitler bilan suhbat ustiliga kelishga zo'rlanayotgan Angliya bosh vaziri Winston Churchill Angliya parlamentida biz sahillarda urush qilmaymiz temisidagi mashhur nutqini so'zlab, Angliya xalqiga mundaq mardona xitob qiladi. Hatto Yevropaning ko'p qismi hamda nurg'un kona va mashhur yangi davlatlar Gestapo va natsist hukmronligining qo'rqinchli apparatlarining changaliga tushgan va tushadigan bo'lsa-mu, biz oq bayroq chiqarmaymiz yoki yengilmaymiz. Biz oxirigacha mangamiz. Fransiyada urush qilamiz. Dengizlarda va okeanlarda urush qilamiz. Biz texmi kuchaydigan ishonch va qudrat bilan urush qilamiz. Biz oralimizni har qanday bedelga qaramasdan qo'g'daymiz. Biz sahillarda, qo'nish yerlarda, maydonlarda, ko'chalarda va to'piliklarda urush qilamiz. Biz hargiz taslim bo'lmaymiz. Uning osh kunki nutqi 2-dunyo urushining burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Churchill Gitler bilan suhbat o'tkazishni rad qilib, butun armiyasiga buyruq qilib, ularni natsistlar bilan urush qilishga tayyor qiladi va oxirida g'alaba qozondi. Uning osh kunki nutqi 2-dunyo urushining burilish nuqtasi bo'lib qoladi. Bir davlat, bir millatning hayoti yo'qolish xavfiga duchor bo'lganda, ularni tinidila emas, balki yana ro'yidimi tutib turish intayin muhimdir. Ro'yidin tutib turish uchun ularning ro'yidagi eng oxirgi qudratni o'ziga tayinish nuqtasini qo'zg'atish kerak. Bu oxirgi qudrat mohiyatidan shu millatni millat qilib tutib turilgan va kelgusida yashaydigan eng teran, eng mohiyatlik va eng qudratlik omildir. Umidvorlik kollektiv ruhni tutib turishdagi eng unumli, eng bevosita va eng uzoqqa so'ziladigan hissiyot yuzlanishidir. U amaliy bir natija elib kelmasligi mumkin, ammo u kelgusidagi barliq amaliy natijalarning psixik va hatto ma'naviy asosidir. Bu abstrakt bir hissiyotdir. Shunga u bo'lsa-mu, bo'lmasa-mu bo'ladigandek bilinadi. Ammo u millatning o'zini uzoqcha tutib turishida hal qiluvchi rol o'ynaydigan omillarning biridir. U bo'lmasa cho'qim yaratilishi kerak. Faqat bo'lmaganda zo'rlik bilan bo'lsa-mu yaratilishi kerak. Uyg'urlardek hamma nimasidan tez suratda ayrilayotgan bir millat uchun eng oxirida ayrilmaslik kerak bo'lgani umiddir. Uyg'urlar endi hamma nimasidan ayrilsa-mu, umiddan ayrilmaslikka majburdir. Doktor Mamtimin Ali Apandining Millatning ro'yi nada sirlavlik maqolasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.